Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar va opa-singillar. Bugun sizlar bilan muborak Shabon oyi haqida suhbatlashamiz. Tabiat oppoq qor bilan qoplangan ushbu sokin manzaraga qarar ekanmiz. Qalbimiz ham xuddi shunday poklanishiga muhtoj ekanini his qilamiz. Har yil Alloh taolo bizga yana bir imkoniyat beradi. Yana bir bor Ramazon sari yaqinlashish imkoniyatini beradi. Ana shu buyuk oy oldindan keladigan oy Shabon oyidir. Bu oy oddiy oy emas. Bu tayyorgarlik oyi. Bu oy qalbni uyg'otish oyi. Shabon oyi Hijriy tavqimidagi 8-oy hisoblanadi. U Ramazon oyidan oldin keladi. Rivoyat qilinishicha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aynan shu oyda ko'p roza tutganlar. Sahobalar hayron bo'lib so'rashganida u zot aytganlar: bu oy odamlar ko'pincha g'aflatda qoladigan oydir. Ya'ni Rajab oyi o'tib ketadi, Ramazon hali kelmagan bo'ladi. Inson qalbi biroz sustlashadi. Ammo aynan shu paytda ibodat qilish juda katta ajrga sabab bo'ladi. Shabon oyi bizga shuni o'rgatadi. Ibodat faqat Ramazonda emas, balki unga tayyorgarlik ham muhimdir. Ramazon kelganida ko'pchilik birdaniga o'zgarishni xohlaydi. Birdan ko'p Qur'on o'qimoqchi bo'ladi. Birdan barcha gunohlarini tashlamoqchi bo'ladi. Lekin qalb ham asta-sekin tayyorlanadi. Qishdan keyin bahor qanday sekin keladi. Inson ruhiyati ham shunday o'zgaradi. Shabon oyi qalbni yumshatish davridir. Ko'proq istig'for aytish davridir. Allohdan kechirim so'rash davridir. Har bir astag'firulloh qalbdagi og'irlikni kamaytiradi. Bu oyda qanday amallar qilish mumkin? Birinchidan, nafl ro'zalar, hatto haftasiga 1 yoki 2 kun bo'lsa ham. Ikkinchidan, salovatni ko'paytirish. Payg'ambarimizga aytilgan har bir salovat qalbga nur olib kiradi. Uchinchidan, Qur'on bilan yaqinlashish. Har kuni atigi 1 sahifa bo'lsa ham. To'rtinchidan, yomon odatlarni tark etishni boshlash. Ramazonda birdan tashlash qiyin, ammo Shabonda asta-sekin boshlansa oson bo'ladi. Mana tabiatga qarang. Qor yer yuzini qanday oppoq qilib qo'yadi. Kecha qorong'u bo'lgan joy bugun yorug' ko'rinadi. Xuddi shunday tavba ham inson qalbini poklaydi. Gunohlar qalbni qoraytiradi. Tavba esa uni yana nur bilan to'ldiradi. Alloh rahmati qor yog'ishidan ham kengroqdir. Kim chin qalb bilan qaytsa, Alloh uni qabul qiladi. Ramazonda biz azizlar 2 shafoatchini qo'lga kiritamiz. 2 shafoatchi kunduz kunlari tutgan ro'zamiz, kechalarida tinglagan Qur'onimiz. Ro'zador Ramazonni ado etib 2 shafoatchini egasi bo'ladi. 1 oy mobaynida tutgan ro'zasi, kechalarida tinglagan xatmu Qur'oni qiyomatda shafoatchisi bo'ladi. 2 qo'lidan tutib jannat sari olib kiradigan 2 shafoatchi mana shu Ramazonda topgan 2 do'stimiz bo'ladi. Tutgan ro'zamiz, tinglagan Qur'onimiz azizlar. Payg'ambarimiz alayhissalom boshqa bir
hadisda aytadilar. Ro'zador uchun ikkita xursandchilik bor. Birinchisi iftorlik vaqtida xursandchilik. Nega xursand bo'lamiz? Chunki va'damizni ustidan chiqdik. Biz tongda bergan va'damizga xilof qilmadik. Bir kunlik ro'zani ado etib, bir kunlik ro'zani ajriga ega bo'lganimizni his etdik. Shuning uchun shodlanamiz. Ikkinchisi Robbisiga yo'liqqan vaqtda, oxiratda, dunyoda ro'za tutganligi uchun banda uning mukofoti uchun shodlanadi. Qaysi mukofot? Jannatda bir eshik bor. Rayyon eshigi. Undan faqat ro'zadorlar kiradi. Qani ro'zadorlar? Ro'zadorlar qani? deb jannat eshigidan farishtalar nido qiladi. Bu eshikdan dunyoda ro'za tutganlar kiradi. Undan boshqalar kira olmaydi. Azizlar, namoz uchun alohida eshik yo'q. Zakot uchun alohida eshik yo'q. Haj uchun alohida eshik yo'q. Ro'za uchun alohida eshik bor. Shuning uchun bu oydagi ro'zalarga qattiq e'tibor beraylik. Uzrimiz bo'lsa so'raylik. Sog'ligingiz bo'lmasa xijolat bo'lmang. Ichingizdan xijolat bo'ling. Faqat Allohdan xijolat bo'ling. Bandasidan xijolat bo'lmang. Sizda uzr bor. Uzuringiz bo'lsa, keksa ota-onalarimiz, surunkali bemorlar, bular fidyasini beradi. Lekin vaqtincha kasal bo'lib turganlar, ular keyin kuniga kun tutib beradilar. Shabon oyining oxirida payg'ambarimiz alayhissalomni o'zlari qilgan xutbalari bor ekan. Mana shu xutbani o'qib eslatmoqchimiz, o'rganmoqchimiz. Shu xutbaga hammamizni amal qilishligimizni nasib qilsin. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam Shabon oyining oxirida mana shu xutbani qilganliklarini aytadilar. Salmon roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Shabon oyining oxirgi kunida bizga xutba qildi dedilar. Ushbu xutbada ayyuhannas deb boshlaganlar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ey insonlar deb boshlaydi. Siz azizlarga tarjimasini aytib berishlikni lozim topdik. Bismillahirrohmanirrohim. Rasulimiz alayhissalomning Shabon oyining oxirida qilgan xutbalari. Ey insonlar, ulug' muborak oy sizlarga soya solib turibdi. Bu oyda 1000 oydan yaxshiroq kecha bor. Alloh taolo bu oyni ro'zasini farz qildi. Kechasi bedor bo'lishni nafl qildi. Kim unda biror bir yaxshilik ila Allohga yaqinlik hosil qilsa, xuddi boshqa oylarda farzni ado qilganga o'xshaydi. Kim unda bir farz amalni ado etsa, boshqa oyda 70 ta farzni ado qilgandek bo'ladi. Bu oy sabr oyidir. Sabrning savobi jannatdir. Bu oy o'zgalarga mehr, muruvvat ko'rsatish oyidir. Bu oyda mu'min kishining rizqi ziyodalashadi. Kim biror ro'zadorga iftorlik qilib bersa, bu gunohlarga mag'firat va jahannamdan ozod bo'lishiga sabab bo'ladi. Hamda iftorlik qilib berganga ham ro'zadorning ajridan biror bir narsa kamaytirilmagan holda o'shancha ajr bo'ladi, dedilar Rasulimiz
alayhissalom. So'zlari shu yerga yetganda biz deyaptilar, ya'ni o'tirganlardan birlari, yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, har birimiz ro'zadorni taomlantiradigan narsa topa olmaymiz-ku dedik. Rasulimiz so'zlarini davom ettirdilar. Rasulimiz, Alloh taolo bu savobni ro'zadorga bir qultum sut yo bir dona xurmo yo bir qultum suv bilan iftorlik qilib bergan kishiga ham beradi. Allohim bu oyni hammamizga barokatli qilsin, bu oyni fazilatidan nasib qilsin. Amin.